Salom hammaga, sizlar bilan bugun Feyzo. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile 4.3 обновлениясini полностью obzor qilib chiqamiz. Qani unda boshladik. Birinchi bo'lib boshlaydigan narsamiz aytgancha bugungi sana 13-mart va bugun o'yinga yangi qayerga kirib ketyapti. Yangi Jujutsu Kaisen bo'yicha sovrin yo'li kelibdi va bu 500 rubl. 500 ekan va bu yerda bizga beriladi 9-darajada bitta Skarl, tak bu yerda Gojo, Tadori, qolgan ismini bilmayman. Megumi keyin qiz ismini bilmayman va bizga bitta Jeep. Yana shu to'rtlik rasm tushirilgan. Va bu stiker beriladi va bu yerda Megumi bilan qiz va bu yerda ham ko'pchilik yoqadigan orqamizda yuruvchi Qorinboy. Xo'sh, bundan keyin panda stikeri, keyin esa emotsiya. Viktor Gushkin. Yaxshi. Bu yerda brilok. Keyin yana bu ikkalasi. Xo'sh, keyingi nomimiz har doimgidek hammani asabiga tekkan nastroyka. Nima bu? Nima deyish mumkin buni? Chapga qaraydi, podkast qidirish ham muammoda. Mana nima edi bu? 6 rejim tugmasi namoyishi. Birlashtirish, ajratish. Avto bilan uni ajratish, menimcha ajratib qo'ygan ancha yaxshi, chunki 406 da bittalikka o'tib qolmaydi. Bu yerda esa yangi nastroykani belgi uslubi. Ikki xil belgiga aylanadi. Menimcha mana shu klassik yaxshi. Keyin bu yerda har xil narsalar, yana bitta yangi yoniq, o'chiq. Ba'zi bir narsalar videoga o'tibdi va grafikamiz o'sha. Bu yer ancha o'zgargan. Keyin nastroykada o'tirish, turish, yotish, pik, joystick otish stil o'zgarmabdi. Keyin bu yerda teginish o'rnosi bu va bu yerga bizga yangi arja kelgan, uni keyinchalik ko'rsataman. Va bizda ryukzak, keyin bu yerdagi nollar o'zgargan. Ko'p narsa o'zgarmagan nastroykada. Bu yerda oddiy o'zimizda, lekin oqari yo'q, oqshom o'ynab bo'lmaydi. Xo'sh, ikkinchisi orqa fon va bizlarning o'yinchi anosi. Menda glavnisi bu yerda nima ko'rsatyapti? Kirish uchun turay. Dek bular yopiq, barisiga bilan nima qo'yish mumkin, lekin bo'lmaydi. Mana shuni taxlaymiz desanglar 300 UC, 500 UC, 300 UC shunaqangi bo'lib yotibdi. Bola. Lekin ko'p kishi yo'qmadi va bizda bu yerda Hadok hali ham ketgani yo'q, ketmaydi ham. Va bunday hamma bilgan 4 kishilik kurok, Hadok ustki kiyimi, unga tortib bitirgan Hadok ustki kiyimi. O'zi Hadok va Hadokning oyoq kiyimi. Hadok ustki kiyimini o'rniga o'zi uni yaxshiroq turadi. Ya'ni nima edi? Boshqalar ham to'xtanglar. Jimi? Oldindan jim edi ha bo'pti. Missiya bu turadi yaxshiroq. Bu ham yaxshi turdimi? Xo'sh. Mana kiyim bilan ham yaxshi turar ekan Hadok bezor panda ustki kiyimi. Bu bilan Hadok ancha-muncha kelishibdi, lekin hech qachon missiya bidek kelishgani yo'q. Aytgancha 60 UC'lik erpo qanday olinadi deganlar uchun 60 UC solasiz. Mana bu yerdan Aerial Pass'ga bosasiz, A18 va Zagrushka beradi. Va sizda mana yerda bosiladigan joy bo'ladi. Pastda mana yorqin davr avtobus qisqasi. O'sha yerga bitta bosasizlar va sizlarga 60 UC'ga erp sotib olasizmi? Ha, sizdan erpchilar okey deysizlar, keyin sizlarga ruletka beradi. Ruletka bergandan keyin mana shu yerda mana elita pas bonus sovrin, elita pas plus bu agar 100 talik erp olsanglar, bu 50 talik erp olsanglar sovrin beradi. Beniga bu yerda mana tushdi.
Agar omadinglar kelib qolsa 100lik pul olishingiz mumkin. Bu hozircha glavniyda unchalik o'zgarish yo'q va orqa fonda qaniydi orqa fon. Mana orqa fonimiz. Bu eski orqa fon, bu esa yangi orqa fon. Xuddi yangi orqa fon mana talpa bo'lganga o'xshab qolibdi. Va bu yerlar hamma joy oppoq bo'lib qolgan. Endi esa sizlarga kartalar bo'yicha lekin bekor o'qotiribdilar. Bu yerga kelgan hozirda sezonlar titanlar hujumi. To'xtaylik, titanlar hujumi. Titanlar hujumi yana qaytadimi? Bilmadim. Bu yerda Eran kelgan, Livikka har doimgidek keyin ketida Miramarga ham kelgan. Lekin bu yerda qanday titanlar hujumi turibdi? Yo titanlar hujumi qaytaryaptimi? Bilmadim. Mavsum tugaydi bir kun ertaga soat kechki menimcha tugashligi kutilmoqda, chunki soat bir kuni 13 soat 10 daqiqadan keyin mavsum tugaydi deyapti. Xo'sh, endi men sizlarga ichkaridagi uni ko'rsatib beraman. O'zgarishlar. Xo'sh, bu yerdagi o'zgarishlar boshlanishda. Tak. Ko'rayotganinglarda oddiy, epizogan ekan bo'ladi. Hadok. Hamma ko'tida hadok turib, 1 hadok, 2 hadok, 3 hadok, 4 hadok. Hamma qisqasi hadok. Kartada ko'rishingiz mumkin. Bizda 2 minutdan keyin ochiluvchi Mr. Beast'larda bor va eventlarimiz Hospital, Pachinki, Mason'da bor va bizda poyga challenge bor. Poyga challenge. Tak bu yerda mana bunday 8 yillik kanal bo'yicha, Yulbi bo'yicha uy. Oddiy joy ekan. Bu yerda eski kanal sezonga o'xshab buni qilmaysiz. Bunimi? Bu yangi kelgan оружие. Va mana bunday sirpanadigan xuddi muzlik kerak bo'ladi ekan. Ne kelasizlar ochish bosasizlar, flup. Sharaq ochadi. Ichkarida mana bu yer. Piramida. O'tgan safar boshqa edi. Bu gal Varondikimi bu? Varon. Ichkarim Varonni kichkinasi chiqar. Nima yo'q? Varon ko'tarib yuradigan insonni bor-ku. O'shaning kichkinasi chiqadi. Bu yerda topli sezon, buni ham ochib qo'ydik. Yana loot beradi. Mana yangi chiqqan оружие. Ko'rasiz ham. Ortishi mana bunday. Soldatskiy оружие bu. Keyin bu yerda bunday urg'ichi bor. Nega kiyim tashyapmiz? Bu yerda loot beradi va mana bu. Lekin bu orужие kamroq olishini bilib qoldim. Bu bir gapish, shunaqangi vaziyatlarda sizlarga ancha oz qotadi, bo'lmasa boshqa payt uncha oz qotadigan foydasi yo'q. Bu Livikni anosin xotirasi mana. Xo'sh, qisqasi bu yer tugadi, hamma joyda har xil bo'lar ekan. Varon sezon. Faollashtirish. Ana keyinroq bo'ladi.